Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Bugun men pensiyani bank kartasiga oladiganlar uchun juda muhim masalani tushuntirib beraman. Bu ma'lumot ayniqsa ota-onangiz, bobo-buvingiz, mahalladagi yolg'iz yashaydigan keksalar, kartadan foydalanishni yaxshi bilmaydigan pensionerlar uchun juda kerak. Chunki oxirgi paytlarda pensiya kartasi bilan bog'liq muammolar ko'paydi. Karta blok bo'lib qolishi, pul yechilmay qolishi, firibgarlar qo'ng'iroq qilishi. Qarz sabab puldan ushlab qolish holatlari, muddat tugagan karta yoki noto'g'ri rasmiylashtirilgan hujjatlar sabab pensiya kechikishi mumkin. Men bugun sizga vayma qilish uchun emas, balki oldindan bilib, o'zingizni va yaqinlaringizni himoya qilish uchun gapiryapman. Iltimos, hozir kanalga obuna bo'ling. Videoga like bosing va bu videoni pensiyani kartaga oladigan yaqinlaringizga yuboring. Chunki bitta oddiy xato keksa odamni bir oy pulsiz qoldirishi mumkin. Avvallari ko'pchilik pensiyani naqd pul ko'rinishida olardi. Pochtachi yoki tegishli tashkilot vakili kelardi. Pensioner imzo qo'yib pulini olardi. Bu usulning ham o'ziga yarasha noqulayliklari bor edi. Pul kechikishi, uyda bo'lmaslik, hujjat bilan bog'liq muammolar, navbat kutish. Lekin keksa odam pulni qo'liga olganini ko'rardi va shu bilan ko'ngli tinch bo'lardi. Hozir esa pensiya tobora ko'proq bank kartalariga tushmoqda. Bu zamonaviy va qulay usul. Pul kelgani SMS orqali bilish mumkin. Bankomatdan yechish mumkin. Do'konda karta orqali to'lash mumkin. Farzandlar ilova orqali yordam berishi mumkin. Ammo mana shu qulayliklar bilan birga yangi xavflar ham paydo bo'ldi. Karta muddati tugaydi. PIN kod unutiladi. Telefon raqami o'zgarsa SMS kelmay qoladi. Bank ilovasidagi parolni boshqa odam bilib olsa, pul yo'qolishi mumkin. Firibgarlar bankdanman, pensiya jamg'armasidanman, kartangiz blok bo'ladi deb aldashi mumkin. Eng ko'p uchrayotgan yomon xabar shuki. Pensiya kartaga tushgani bilan pensioner darhol pulni ololmasligi mumkin. Sabab har xil bo'ladi. Karta muddati tugagan bo'ladi. Hisob raqamida cheklov bo'ladi. Bank texnik xatolik qiladi. Ijro hujjati bo'yicha ushlab qolish bo'ladi. Plastik karta egasining ma'lumotlari yangilanmagan bo'ladi yoki pensionerning o'zi firibgarlarga kod aytib qo'ygan bo'ladi. Men ekspert sifatida shuni aniq aytaman, muammo pensiyaning o'zida emas. Ko'pincha kartadan foydalanish tartibida, hujjatlarda va xavfsizlik qoidalariga amal qilmaslikda bo'ladi. Shuning uchun bugun har bir bandni oddiy tilda tushuntiraman. Birinchi navbatda pensiya kartasining amal qilish muddatiga qarang. Har bir kartaning old tomonda oy va yil yoziladi. Masalan, 2026 deb yozilgan bo'lsa, karta 2026 yil avgust oyigacha amal qiladi. Agar 01/25 deb yozilgan bo'lsa va hozir bu muddat o'tib ketgan bo'lsa, karta orqali to'lov qilish yoki bankomatdan pul yechishda muammo chiqishi mumkin. Ba'zi banklar yangi kartani avtomatik tayyorlab qo'yadi. Lekin hamma holatda ham pensionerning o'zi borib olish kerak bo'ladi. Misol keltiraman. Toshkent viloyatida yashaydigan 68 yoshli ayol har oy pensiyasini kartadan yechib oladi. U kartaning muddatiga e'tibor bermagan. Pensiya tushgan, lekin bankomat operatsiya bajarilmadi deb chiqargan. Ayol pensiyam kelmabdi deb o'ylagan. Aslida pul hisobda turgan, faqat karta muddati tugagan. U bankka pasport bilan borgach yangi karta olib pulini yechgan. Demak, birinchi saboq, karta ishlamasa darhol pensiya to'xtadi deb vayma qilmang. Avval bankdan karta holatini tekshirtiring. Ikkinchi muhim masala telefon raqami. Ko'pchilik pensionerlarning kartasiga SMS xabarnoma ulangan bo'ladi. Lekin ba'zida pensioner eski raqamini yo'qotadi, yangi SIM karta oladi, farzandining raqamiga o'tkazadi yoki telefon buzilib qoladi. Natijada pul tushgani haqida xabar kelmaydi. Odam pensiya tushmadi deb o'ylaydi. Aslida pul tushgan bo'ladi. Shuning uchun bankdagi telefon raqamingiz amaldagi raqam ekanini tekshirib qo'ying. Uchinchi masala. Bank kartasidan qarzlar bo'yicha ushlab qolish. Agar pensionerning kredit qarzi, aliment sud qarori bo'yicha undiriladigan qarzi yoki majburiy ijro byurosi orqali kelgan ijro hujjati bo'lsa, hisob raqamga cheklov qo'yilishi mumkin. Bu juda og'riqli masala. Odam pensiya oldim deb kutadi, lekin karta orqali pul yechmoqchi bo'lsa, balansda pul kamaygan yoki bloklangan bo'ladi. Bunday vaziyatda bankni ayblashdan oldin MIBda sud qarorida yoki kredit shartnomasida qanday majburiyat borligini aniqlash kerak. Masalan, pension 10 million so'm kreditga kafil bo'lgan. Asosiy qarzdor to'lamagan. Sud qarori chiqqan. Ijro hujjati bank hisoblariga yuborilgan. Pensionerning kartasiga pensiya tushadi, lekin ma'lum qismi ushlab qolinadi yoki hisob cheklanadi.
Bu holatda bank pulimni oldi deyish to'g'ri emas. Bank ko'pincha ijro hujjatini bajaradi, ammo bu yerda juda muhim narsa bor. Pensiyadan ushlab qolish miqdori qonuniy tartibga muvofiq bo'lishi kerak. Butun pensiyani noqonuniy tarzda olib qo'yish mumkin emas. Agar sizda shunday holat bo'lsa, albatta yozma ariza bilan bankdan va MIBdan tushuntirish talab qiling. 4-masala firibgarlik. Hozir eng xavfli holat shu. Firibgarlar pensionerlarga qo'ng'iroq qilib, kartangiz blok bo'ladi. Pensiyangiz qaytarilib ketmasligi uchun kodni ayting. Sizga qo'shimcha to'lov chiqdi. Bank xodimiman. Pensiya bo'limidan qo'ng'iroq qilyapman deb aldashadi. Keyin SMS kod, karta raqami, amal qilish muddati, telefon ilovasi parolini so'rashadi. Shuni yodda tuting. Bank xodimi ham, pensiya jamg'armasi xodimi ham sizdan SMS kod, PIN kod yoki ilova parolini so'ramaydi. U firibgar bo'lishi ehtimoli juda katta. Hayotiy misol. 72 yoshli erkakka sizning kartangizga pensiya qo'shimchasi tushadi, tasdiqlash uchun SMS kodni ayting deb qo'ng'iroq qilishgan. U kodni aytgan. Bir necha daqiqada kartadan 2 million so'm pul yechib olingan. Keyin bankka borganida operatsiya uning tasdiqlash kodi orqali bajarilgani ma'lum bo'lgan. Bunday holatda pulni qaytarish juda qiyin bo'ladi. Shuning uchun oldindan ogohlantirish eng yaxshi himoya. Kimlar ko'proq xavotir olish kerak? Birinchidan, kartaning muddati yaqin orada tugaydiganlar. Ikkinchidan, telefon raqamini almashtirganlar. Uchinchidan, kredit yoki sud qarori bilan bog'liq qarzi borlar. To'rtinchidan, mobil ilovadan foydalanishni bilmaydigan, lekin kartasi farzandlari yoki tanishlarining telefoniga ulangan pensionerlar. Beshinchidan, yolg'iz yashaydigan va begona qo'ng'iroqlarga ishonib qolishi mumkin bo'lgan keksalar. Kimlar ortiqcha xavotir olmasligi kerak? Agar kartangiz muddati amalda bo'lsa, telefon raqamingiz to'g'ri ulangan bo'lsa, hech qanday qarz yoki ijro hujjati bo'lmasa, kartangizni o'zingiz nazorat qilsangiz, PIN kod va SMS kodni hech kimga aytmasangiz, pensiya tushishi odatdagi tartibda davom etadi. Lekin baribir o'yga bir marta holatni tekshirib qo'yish zarar qilmaydi. Endi ko'pchilik e'tibor bermaydigan nozik joylarni aytaman. Birinchi nozik nuqta, karta yo'qolsa, pensiya yo'qolmaydi. Karta faqat hisob raqamga bog'langan vosita. Agar kartangiz yo'qolsa, darhol bankning ishonch telefoniga qo'ng'iroq qilib blok qildiring. Keyin pasport bilan bankka boring va yangi karta chiqaring. Hisobingizdagi pul saqlanib turadi. Eng katta xato kartani yo'qotib bir necha kun kutish. Shu vaqt ichida kimdir karta ma'lumotlaridan foydalanishi mumkin. Ikkinchi nozik nuqta, PIN kodni karta bilan birga saqlamang. Ko'pchilik keksalar PIN kodni qog'ozga yozib, kartaning g'ilofiga solib qo'yadi. Bu juda xavfli. Agar hamyon yo'qolsa, karta ham, PIN kod ham birga ketadi. Pulni yechib olish osonlashadi. PIN kodni yodlab oling yoki ishonchli joyda alohida saqlang. Uchinchi nozik nuqta, farzandga ishonish yaxshi, lekin nazorat ham kerak. Ba'zi pensionerlar o'g'lim biladi, kelinim yechib beradi. Nabiram telefoniga ulab qo'ygan deydi. Oilada ishonch bo'lishi kerak, albatta. Lekin pensionerning shaxsiy daromadi. Agar karta boshqa odamning telefon ilovasiga ulangan bo'lsa, pul harakatini pensioner bilmasligi mumkin. Men bunday vaziyatlarda kamida SMS xabarnomani pensionerning o'z telefoniga ulashni tavsiya qilaman. Agar ko'zi yaxshi ko'rmasa, yonidagi ishonchli odam har oy balansni birga tekshirib bersin. To'rtinchi nozik nuqta, bankomatdan pul yechishda komissiya bo'lishi mumkin. Agar siz o'z bankingiz bankomatdan emas, boshqa bankomatidan pul yechsangiz, ma'lum foiz ushlab qolinishi ehtimoli bor. Masalan, 1 million so'm yechmoqchi bo'lsangiz, 1 foiz komissiya bo'lsa, 10 ming so'm ketadi. Bu katta pulda ko'rinmasligi mumkin. Lekin har oy takrorlansa, yil davomida sezilarli summa bo'ladi. Shuning uchun qaysi bankomatdan komissiyasiz yechish mumkinligini bankingizdan so'rang. 5-nozik nuqta, karta blok bo'lsa, pul kuyib ketmaydi. Ba'zi odamlar blok bo'lsa, pulni davlat olib qo'yadi deb qo'rqadi. Odatda bunday emas. Agar texnik sabab bilan bloklangan bo'lsa, pul hisobda turadi. Siz shaxsni tasdiqlovchi hujjat bilan bankka borib masalani hal qilasiz. Agar blok ijro hujjati sabab bo'lsa, unda sababni yozma ravishda aniqlaysiz. Har qanday holatda og'zaki gapga ishonib qolmang, hujjat so'rang. 6-nozik nuqta, pensioner vafot etganidan keyin kartadan pul yechish masalasi. Bu juda nozik va ko'pchilik bilmaydigan mavzu. Agar odam vafot etsa, uning kartasidan keyin tushgan yoki hisobda qolgan pulni noqonuniy yechish meros va qonuniy tartib bilan bog'liq muammolarga olib kelishi mumkin.
Bunday holatda merosxo'rlar tegishli tartibda notarius, bank va pensiya organlari bilan ishlashi kerak. Kartani bilamiz, pin kod bor. Yechib olaylik degan yondashuv keyinchalik muammo chiqarishi mumkin. 7-chi nozik nuqta. Pensiya tushmagan bo'lsa, sabab faqat bankda bo'lmasligi mumkin. Ba'zida pensiya tayinlash hujjatida ma'lumotlar yangilanishi kerak bo'ladi. Yashash joyi, pasport ma'lumoti. Familiya o'zgarishi yoki boshqa hujjat masalasi bo'lishi mumkin. Bank faqat kelgan pulni hisobga o'tkazadi. Agar pul umuman kelmagan bo'lsa, tuman yoki shahar pensiya bo'limidan aniqlash kerak. Endi eng kerakli qismga o'tamiz. Siz yoki yaqinlaringiz pensiyani kartaga olsangiz, bugunoq quyidagi ishlarni qiling. Birinchi qadam, kartaning amal qilish muddatini tekshiring. Kartaning old tomonidagi oy va yilga qarang. Agar muddat tugagan bo'lsa yoki yaqin 2 oy ichida tugasa, pasport bilan bankingizga boring. Mening pensiya kartam muddati tugayapti. Yangi karta olish tartibini tushuntirib bering deb so'rang. Yangi karta chiqishi necha kun bo'lishini, eski kartadagi pul yangi kartaga qanday o'tishini aniqlang. Ikkinchi qadam, bankdagi telefon raqamingizni tekshiring. Bank bo'limiga borib yoki rasmiy kol markaziga qo'ng'iroq qilib, SMS xabarnoma qaysi raqamga ulanganini biling. Agar eski raqam ulangan bo'lsa, uni yangilang. Buning uchun odatda pasport va telefon raqami kerak bo'ladi. Hech qachon telefon raqamini begona odam nomiga rasmiylashtirib, unga to'liq ishonib qo'ymang. Uchinchi qadam, qarz va cheklov bor yo'qligini aniqlang. Agar kartadan pul yechilmayotgan bo'lsa yoki balansda tushunarsiz ushlab qolish bo'lsa, bankdan hisob varaq bo'yicha ko'chirma so'rang. Ko'chirmada qachon, qancha pul tushgani, qachon va nima uchun ushlanganini ko'rish mumkin. Agar ijro hujjati yoki blok degan ma'lumot chiqsa, majburiy ijro byurosiga murojaat qiling. U yerda sizdan pasport so'raladi. Mening bank hisobimga qo'yilgan cheklovning asosi nima? Ijro hujjati raqami va qaror nusxasini bering deb yozma so'rang. 4-qadam, firibgarlardan himoyalanish qoidalarini oilada hamma bilan kelishib oling. Pensionerga aniq ayting. Hech kimga SMS kod aytilmaydi. PIN kod aytilmaydi. Karta rasmiy yuborilmaydi. Telefon orqali hech qanday ilova o'rnatilmaydi. Agar kimdir qo'ng'iroq qilib shoshirsa, hozir aytmasangiz pulingiz ketadi desa, bu firibgarlik belgisi. Bunday paytda qo'ng'iroqni o'zing va bankning kartada yoki rasmiy saytda ko'rsatilgan raqamiga o'zingiz qo'ng'iroq qiling. 5-qadam, hujjatlarni tartibga keltiring. Pensionerning pasporti yoki ID kartasi, pensiya guvohnomasi, bank shartnomasi yoki karta ma'lumotlari, telefon raqami kimning nomida ekani haqidagi ma'lumot. Agar mavjud bo'lsa, kredit shartnomalari va sud hujjatlari alohida papkada tursin. Kutilmagan muammo chiqqanda hujjat qidirib yugurmaslik uchun bu juda muhim. 6-qadam, har oy nazorat qiling. Pensiya tushadigan taxminiy sanani biling. Pul tushgach SMS kelganini tekshiring. Agar SMS kelmasa, bankomatdan meni ko'chirma oling yoki bankka murojaat qiling. Pul tushmasa, avval bankdan hisobga pensiya kelganmi deb so'rang. Agar bank kelmagan desa, pensiya bo'limiga boring. Agar bank kelgan lekin bloklangan desa, blok sababini yozma so'rang. 7-qadam, ariza yozishni biling. Bankka borganda faqat og'zaki so'rab qaytmang. Agar muammo jiddiy bo'lsa, ariza yozing. Arizada shunday mazmun bo'lsin: men falonchi, pasport ma'lumotim falon, pensiya kartam bo'yicha pul yechish imkoni bo'lmayapti. Hisob varaq holati, blok sababi, ushlab qolingan mablag'lar va amaldagi cheklovlar haqida yozma ma'lumot berishingizni so'rayman. Arizani 2 nusxada yozing. Bir nusxasi bankda qoladi, ikkinchisiga qabul qilingan sana va muhr yoki ro'yxat raqamini qo'ydiring. 8-qadam, agar pensioner bankka bora olmasa, ishonchnoma masalasini ko'rib chiqing. Ba'zi keksalar yurishga qiynaladi, kasal bo'ladi yoki uzoq qishloqda yashaydi. Bunday vaziyatda notarial ishonchnoma orqali ishonchli farzandi yoki yaqin qarindoshi ayrim ishlarni bajarishi mumkin. Lekin ishonchnoma berishda juda ehtiyot bo'ling. Unda qanday vakolat berilayotgani aniq yozilishi kerak. Umumiy hamma narsaga ruxsat beradigan ishonchnoma keyinchalik muammo tug'dirishi mumkin. 9-qadam. Kartadagi pulni hammasini bir kunda yechish shart emas, lekin xavfsizlikni o'ylang. Ba'zi pensionerlar pul tushishi bilan hammasini naqd qilib oladi, chunki kartadan qo'rqadi. Ba'zilar esa hammasini kartada qoldiradi. Har ikki holatda ham xavf bor. Uyda katta miqdorda naqd pul saqlash ham xavfli. Kartada katta pul qoldirib, kodlarni ehtiyot qilmaslik ham xavfli. O'zingizga qulay,
xavfsiz tartibni tanlang. Masalan, oziq-ovqat va kommunal to'lovlar uchun bir qismini kartada qoldirib, zarur naqd pulni yechib olish mumkin. Hurmatli tomoshabinlar, bugungi asosiy fikr shuki, pensiyani kartaga olish qulay, lekin beparvolik qilish mumkin emas. Yomon xabar shundan iboratki, bitta muddati o'tgan karta, bitta noto'g'ri ulangan telefon raqami, bitta SMS kodni firibgarga aytish yoki bitta tushunilmagan qarz hujjati pensionerni pulsiz va asabiy holatda qoldirishi mumkin. Yaxshi xabar esa shuki, bu muammolarning ko'pini oldindan tekshirib, oddiy qadamlar bilan oldini olish mumkin. Bugun albatta kartaning muddatini tekshiring. Telefon raqamingiz to'g'ri ulanganini aniqlang. SMS kod va PIN kodni hech kimga aytmaslikni yaqinlaringizga tushuntiring. Muammo bo'lsa, yozma ariza bilan bank va tegishli idoralarga murojaat qiling. Agar sizda pensiya kartasi bilan bog'liq shunday holat bo'lgan bo'lsa, kommentariyada yozing. Pul tushmay qoldimi? Karta blok bo'ldimi? Firibgar qo'ng'iroq qildimi yoki bankda muammo bo'ldimi? Sizning tajribangiz boshqa odamlarga yordam berishi mumkin. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni ota-onangiz, bobo-buvingiz, qo'shnilaringiz va pensiya yaqinlaringizga albatta yuboring.